Assalomu alaykum, gul shaydolari, gul ishqibozlari. Bugun videolarimiz yana davom etyapti. Men yangi gullar sotib olgan edim. O'shani bugun bir obzor qilib beraman. Keyin men Telegram gruppam bor va Telegram gruppamda eng ko'p keladigan savollar. Yangi gul oldim, uyga keldi sarg'aydi, yangi gul oldim, uyga keldi so'lib qoldi, nima qilay? Yangi gul oldim, tagidagi barglari sarg'ayib to'kilyapti va hokazo. Shunaqa savollar juda ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun yangi gullar olganimda hech video qilib tashlamagan ekanman. Bu safar ikki xil gul oldim. Ya'ni mana shu hozir mana shu ko'rib turganlaringiz mana bu Xitoy gullari. Biz bilamiz, Xitoy gullari bor, Gollandiya gullari bor. Gollandiya gullarini zakaz qildim. Bir qismi keldi, bir qismi ertaga keladi. Shuning uchun Golland gullarida alohida, Xitoy gullarida alohida video qilishga qaror qildim. Demak, hozir olgan gullarimni hamda ularni parvarish haqida qisqacha aytib o'tib ketaman-da, keyin gul olib keldingiz, uyga olib keldingiz, korobkasini ochdingiz, oldingiz, ana undan keyin nima qilish kerak, qanday saqlash kerak, shu haqida gaplashib o'tamiz. Demak, mana bu birinchi gulimiz. Bu mana ko'rib turibsizlar. Bu o'zi asli Chlorophytum boni. Boni deymizda, jingalak sorti bu mana. Chlorophytum boni. Shunaqa ham chiroyli. Hozirgi kunlarda havomiz yaxshi bo'lib qoldi. Ob-havomiz yomg'ir yog'di. Undan keyin nima deydi? Qor yog'ish arafasida. Shuning uchun hozir havomiz tozalanib yaxshi bo'lib qoldi. Kecha safar nimada dekabrda boshlarida Chlorophytum boni, Chlorophytum o'zi, senseveriyalar juda ham trendga chiqib ketdi. Menda o'zi Chlorophytum boni bor edi, videosi ham bor, ko'rgan bo'lsalaringiz, lekin u Chlorophytum boni bundan boshqacharoq. Buni bargi kattaroq hamda o'rtasidagi chizig'i sal boshqacha ekan. Mana endi rasmda yoki videoda gulni to'liq ko'z bilan ko'rgandek ko'ra olmaysiz baribir. Ba'zida aytishadi, mana shu gulni oluvdim, rasmda yoki videoda kattaroq ko'rinadi, lekin juda kichkina narsa ekan deyiladi. Rasmda, videoda gruppalardan gul olmoqchi bo'lsangiz, ular baribir kichkina, katta ko'rinadi. Uyga olib kelsangiz kichkina bo'ladi. Shuni hisobini olish kerak. Men bu gulni ham hozir juda ham katta ko'rinyapti mana videoda. O'zi asli kichkina narsa mana. Qo'lingiz turishi bilan ko'rsangiz mana. Kichkina narsa. Endi qarang. Mendagi avvalgi boni bargi ingichka edi va o'rtasida bitta oq chizig'i bo'lardi. Buni mana varigatnisi. O'rtasidagi chizig'i oq, yonida och yashil, keyin to'q yashil, keyin chekkasi yana oqroq. Shunaqangi chiroyli gul ekan. Men o'zim ham rasmda bunchalik deb o'ylamagandim. Ikkita zakaz qildim. Men buni adaptatsiyadan chiqarib, stakanchalarga bo'lib ekib, keyin sotuvga qo'yaman. Shuning uchun ikkita zakaz qilgandim mana. Juda ham chiroyli holatda keldi. Birinchi barglari sal kichkinaroq chiqar ekan mana. Keyin katta bo'lgan sari mana bargi kattalashib borar ekanda, men shunday tushundim. O'dani monsteralarda ham birinchi barglari kichkinaroq chiqadi, keyin katta bo'lgan sari kattarib ketadi-ku, xuddi shunaqa narsa. Demak, bu Chlorophytum. Endi Chlorophytumni qanday parvarish qilsangiz, bu gulni ham xuddi shunday parvarish qilaverasiz. Har kuni sprey qilasiz, tagi chanqashiga qarab suv berasiz. Keyin juda ko'p savol kelyapti gruppamda. Nima uchun Chlorophytumim chirib qolyapti? Chirib qoldi degan savollar kelyapti. Chlorophytumga suv quyayotganda ehtiyot bo'lish kerak. Mana bu yoqlardan quyish kerak. Agar mana bu yoqqa o'suv nuqtasi, mana bunaqa o'suv nuqtalari bor-ku, ana shuni ustidan suv quyib yuborsangiz, chirish paydo bo'lib qoladi. Hech qachon Chlorophytumni ust qismidan yoki mana bu o'suv nuqtalaridan suvni quyib yubormang. Ba'zida farzandlarimizga buyuramiz yoki bo'lmasa o'zimiz ham bexosdan quyib yuboramiz. Ana shu holatda chirish holati kelib chiqadi. Bu birinchi sabab. Ikkinchisi, ortiqcha suv quyib yuborganingizda chirish keladi. Har qanday gulga ortiqcha suv quyganingizda chirish kelib chiqadi. Nima uchun? Tagida suv to'planadi, balchiq bo'lib qoladi. Balchiq bo'lgandan keyin bu yerda zamburug' rivojlanadi. Natijada tomirni chiritib yuboradi. Tomir chiridimi? Demak, u gul endi nima deydi, qaytib nima bo'lmaydi. Yaxshi o'smaydi. Barglarda qurish bo'ladi,
barglar sarg'ayishi, so'lishi, to'kilishi va hokazo. Hammasini asosiy sabablaridan biri suv. Demak, keyingisi mana dekabrist gulimiz. Mana bunisini nima desam, bu malinaviy, mana rangi malinaviy, hali ochilgani yo'q ekan, hammasi g'uncha ekan. Men rasmda ko'rganimda malinaviy mahroviy edi. Malinaviy mahroviy bo'lishi kerak bu ham. Mana bunisi mana bunaqa oq o'rtasi pushti. Mana bunisi menimcha nima rang bo'lishi kerak? Shaftoli rang bo'lishi kerak. Chunki shunga kelyapti-da. Shaftoli rangga kelyapti. Hozir buni ham nimasini ochamiz. Xuddi mana shunaqa shaklda keldi. Men buni hozir ochib olay, yana ko'rsataman. Mana ochib oldim. Ochib olganimdan keyin yoyilib ketdi. O'zi buni guli mana bunaqa kichkina narsa emas, menimcha mayda gullarga lat yeganda mana ochilyapti. Mana juda ham katta narsa bo'ladi. Endi dekabrist parvarishiga keladigan bo'lsak, dekabrist o'zi deyarli sukulent hisoblanadi. Chanqatib suv beriladi. Juda kichkina idishga ekiladi. Ba'zan dekabristlarni katta idishlarga ekib qo'yadilar-da, yo'q. Dekabristni tomiri idishga zo'rg'a sig'ish kerak. Yonidan ozgina tuproq solib qo'yish kerak. Chanqatib suv berish kerak. Agar chanqatib suv bermasangiz bo'ldi, chirib ketadi dekabristdan. Sprey qilinmaydi, lekin har haftada 10 kunda bir marta nim sprey qilib tursangiz bo'ladi. Mana dekabristlar. Mana shunaqa bo'lib, chiroyli bo'lib turibdi. Endi men bu yerda nima bor, hozir ko'rsataman. Bu polizrati tuproq to'kildi. Bu yerda aglanema. Mana bu aglanema. Men aglanema haqida bir marta video qo'yganman. O'zi bitta aglanemam bor edi, uni ham sotuvga qo'yib sotib yubordim. Va yana aglanema boqishga qaror qildim. Chunki juda ham bargi chiroyli. Haqiqatan bugungi kunda eng ayollar sevadigan, umuman gulchilar sevadigan gullardan biri bu aglanema. Mana qarang, qanaqa barglari chiroyli. Telefon hech qachon gulni yoki har qanday narsani asl rangini olib bera olmaydi. Hozir bu yerda rangi boshqacha ko'rinyapti. O'zi asl rangi to'qroq. Men bu yerlari to'qroq, yashili ham to'qroq, boshqacharoq rangi. Men bu telefondagiga nisbatan ancha to'q rang. Mana bunaqa salafanda keladi. Mana agar sizga ham xuddi shunaqa salafanda kelinsa, men bu yergacha yopiq bo'ladi. Aglanemani salafanini olish kerak. Darrov olish kerak. Ba'zilar salafanda turaversan deydi-ki, yo'q, chirib ketadi. Chunki aglanema ham chirishga moyil. Ichida namlik to'planib qolsa, chiriydi. Shuning uchun salafanini olish kerak. Mana hozir men yetgacha chirib qo'ydim. Olib tashlayman. Endi ba'zi paytda so'raladi. Guli olib keluvdim, tagidagi barglari sarg'ayibdi. Sarg'ayadi, u tabiiy holat. Mana. U yuzga kelgandan keyin sarg'ayadi, iloji yo'q. Chunki gul ham charchaydi. Uni ham joni bor deydi-ki. Gollandiyadan yoki Xitoydan O'zbekistonga kelguncha qancha yo'l bosadi, issiq bor, sovuq bor degandek. Sizni uyingizga kelguncha qancha yo'l bosadi, qayerlardan keladi. Shuning uchun aglanema ham baribir aglanema deyapman. Hamma gullar ham baribir charchaydi. Siz uyingizga kelgandan keyin siz uyingiz havosiga o'rgangancha bir ikkita bargini sarg'aytirishi mumkin, tashashi mumkin. U tabiiy holat. Ba'zida nimalarda, nima deydi? Pochtalarda lat yeb kelishi mumkin, har qanday holat bo'lishi mumkin. Shuning uchun gul o'stiradigan odam uni biladi. Pochtada lat yeb kelishi mumkin yoki bo'lmasa nima deydi? Siz o'zingiz lat yeb illat berib qo'yishingiz mumkin. Xullas kalomda. Shuning uchun har qanday gul siz uyingizga kelgandan keyin bir stressga tushadi. Hatto mana bu dekabristlar siz uyingizda turibdi, g'unchalab turibdi. G'unchalab turgan paytda siz uyingizda bir xonangizdan boshqa xonangizga olib chiqsangiz ham, joyini o'zgartirsangiz, ana shunda ham stressga tushadi dekabristlar. Ana shunda ham g'unchasini to'kadi. Ba'zilar aytibdi-da, dekabrist oluvdim, g'unchasini to'kadi, chunki dekabrist tezroq stressga tushadi boshqa gullarga nisbatan. Endi mana yerda yana bitta gul bor. Mana. Buni endi вообще kechirasizlar.
Judayam chiroyli. Judayam chiroyli. Men aytayapmanki, men bu telefon asl rangini olib bera olmaydi gullarni-da. Asl rangini olib bera olmaydi. Bu o'zi aslida men bu yerlari pushti desam, och pushti desam, och pushti ham emas. Och sabzi rang desam, unaqa ham emas-da. Bunaqa rangni topib bera olmayman, xullas qalam. Shunaqangi chiroyli narsa ekan, shunaqangi chiroyli aglanama ekan, men bunaqa chiroyli deb o'ylamadim-da. O'zingiz ko'zingiz bilan ko'rsangiz aytasiz, haqiqatdan ham go'zal narsa, haqiqatdan ham mo'jizalardan biri. Mana shu aglanamani ham oldim. Sal uzoqroqdan ko'rsatay, mana. Katta narsa, ichida kusti 5 ta, 6 ta lab, mana shu 2 ta aglanama katta. Endi aglanama gullari haqida juda ham ko'p videolar qilingan. Mana aglanamani guli juda ko'pchilik so'raydi. Aglanama gulli, gullaydi, mana shu gulli bo'ldi. Boshqa ochilmaydi. Mana bu yerda ham bunchalari, mana xuddi mana shunaqa bo'lib turadi-da, birinchi mana. Sekin ichidan oqchasi chiqadi. Bo'ldi, shu gullagani. O'zi aslida aglanama gullab boshlasa bo'ldi. Nimasini olib tashlayman? G'unchasini. Chunki g'unchaga kuch ketadi-da. Bekorga chiroyli narsa emas guli, shuning uchun g'unchasini ko'rsam bo'ldi, qo'lim bilan yulib olib tashlayman. Endi buni men bugun olib keldim. Shuning uchun ulgurmadim hali. Mana shunaqa bo'lib, judayam chiroyli narsa. Endi qarang, uyingizga olib kelgandan keyin gullar stressga tushmasligi uchun birinchi o'rin nima qilasiz? Birinchi o'rinda mana bunaqa suv sepadigan, har qanday gul o'stiradigan odamda suv sepadigan apparat bo'lish kerak. Chunki bizni havomiz, iqlimimiz o'ta quruq. Shuning uchun juda ko'p gullar tropik o'rmonlarda o'sadi. Bular nam havoda o'sadi. Shuning uchun bizga moslashish qiyin bo'ladi. Har qanday juda ham ko'p gullarga suv sepiladi. Sprey qiling deganda suv sepish tushuniladi-da. Demak, mana shu 1 litr suv. 1 litr suvga uyingizda nima bor? Epin, sirkon, HB101 yoki bugungi kunda bizi tilimizda, gulchilar tilida tiriltiruvchi dori deyiladi. O'shanaqa narsangiz bormi? Qarang, 1 litr suvga mana HB101 menda. Bu grammlab sotiladigan edi. Bilmayman, ichida shuncha bu hali ancha bor ekan. HB101. Mana shu HB101 bo'lsa, 1 litr suvga 4 tomchi tomizasiz. 1 litr suvga 4 tomchi. Mana bunaqa tiriltiradigan dori bo'ladigan bo'lsa, tiriltiradigan dori deganmizda, 1 litr suvga 8 tomchi tomizib olasizda, gullaringizga sepasiz. Uyingizga kelgan kuni sepib olasizda, ana undan keyin, sepib olganingizdan keyin to'g'ri joyini tanlab berasiz. Tagidan suv quymaysiz, tuprog'idan. Tuprog'i nam bo'lsa, umuman suv quymaysiz. Tuprog'i o'ta qurib ketgan bo'lsa, suv quysangiz bo'ladi. Lekin tuprog'i nam bo'lsa, suv quysangiz undan battar bo'ladi. Tomiri chiriydi. Shuning uchun suv quymaysiz, faqat bargidan stressga qarshi nima sepib olasiz. Mana shunaqa epin, sirkon, HB101 yoki tiriltiruvchi dori qaysi biri bo'lsa sepib olasiz. Yantarniy kislota sepsangiz ham bo'ladi, lekin mana bunaqa aglanemalar bo'lsa, mana bargi varigatniy yoki mana bunaqa yoki monsteralar bo'lsa, varigatniy, singonimlar, ular varigatniysini buzadi. Shuning uchun yantarniy kislotani faqat bargi yashil gullarga sepsangiz, bargini juda ham chiroyli yashil qilib beradi. Shuning uchun men hozir aytib o'tgan dorilar ma'qul. Ana shuni 1 litr suvga solasizda, yaxshilab sepib olasiz barglaridan. Yaxshilab sepasiz, ho'llatib, keyin kerakli joyga olib borib qo'yasiz. Masalan, aglanema yorug' bo'lish kerak. Yorug' joyga qo'yasiz. Juda issiq bo'lmasligi kerak. Endi oteplenalarning oldilariga, pechkalarning oldilariga qo'yilmaydi-da. Juda issiq bo'lmasligi kerak. O'shanaqa joyga olib borib qo'yasiz. Dekabristga ham yorug' bo'lish kerak. Dekabristga qancha salqin joy bo'lsa, shuncha yaxshi. Sovuqroq uyingizga qo'yib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Harorat 7, 8, 10 gradus bo'lsa ham o'saveradi. Dekabristga qancha sovuq bo'lsa, shuncha yaxshi. Sovuq urib ketmasa bo'ldi, sovuq joyda ham turaveradi. Xlorofitum misol uchun yorug' hamda havo harorati o'rtacha 20-25 gradus bo'lgan joylarga qo'yasiz. Hamma gulda xarakteri, hamma gulda o'sishi har xil. Shuning uchun hammasini o'ziga joyini tanlab berasiz. Stressga qarshi dori sepdingiz, shu bilan gulingiz yaxshi bo'lib tursa, yaxshi. Agar yana gulingiz
masalan dekabrist gullarini to'kadigan bo'lsa, masalan xlorofitumlar sarg'ayadigan bo'lsa, aglanemalar eng tagidagi barglarni sarg'aytirib to'kadigan bo'lsa, 3-4 kundan keyin yana bir marta sevib olasiz. Gullarni bo'lib ekishda bugun pochta oldingiz, masalan bugun gul oldingiz, uyingizga keldi. Kelgandan darrov tuprog'ini ochib bo'lib tashlamaysiz. Uyingizni havosiga o'rganish kerak. Eng kami 5 kun, bo'lmasa 10 kun. 5 kundan 10 kungacha, eng o'rtasi 1 hafta. Ana shundan keyin tuprog'ini o'zgartirsangiz yoki bo'lib eksangiz bo'ladi. Lekin kelgandan bo'lib tashlasangiz, u gulda siz yashab ketish ehtimoli 50-50. Hamma gul ham zo'r yashab ketmaydi. Ba'zilarining immuniteti past bo'ladi, tez o'lib qoladi. Ba'zilari chirib ketadi. Shuning uchun kutish kerak. Adaptatsiyadan chiqishga, sizni uyingizni havosiga o'rganishini kutish kerak. Mana shunday qilib, kim gul parvarishiga qiziqsa, qanday gul o'stirishni bilmayotgan bo'lsa, gullarni qanaqa ozuqalar berishni bilmayotgan bo'lsa, meni Yashil burchak Telegram gruppam bor. Hozirgi kunda ko'p gulchilarimiz, gulsevarlarimiz bor o'sha gruppada so'rasalaringiz, qo'limdan kelgancha javob beraman. Gruppani havolasini pastda fikrlarda qoldiraman, o'sha yerdan qo'shilib olsalaringiz bo'ladi. Rahmat.